ko'ryapmiz namozxoningizni. Ko'rdik namoz dinga tilingizib ketaveradi. Ha gumroh o'qimayman deb qo'yaqa. Nima qilasan namozxonga ket. O'sha namoz o'qiyotganlaringiz nima qilib beryapti yoki ba'zi nima deydi, menda gunoh yo'q, gunohi borlar o'qisin deydi. Yoki nima deydi? Endi u dunyoni kim ko'rib kelibdi ham deydi. Ko'ryapti, ota-onang ko'rib olishdi, senga ham oz qoldi, ko'rasan. Uzoq emas ko'rish. Bilmaymiz u dunyoni ko'rish 1 soatdan keyinmi, 10 soatdan keyinmi, ertagami, indingami uni birov kafillik berami? Ularga uzoq tuyuladi. U dunyoni kim ko'ribdi, ko'rasan, shoshilma. Undan ko'ra haligi odamning gapini gapir. Xudo xolasa men ham shu niyatdaman, o'qimoqchiman. Mana bu hidoyatga kirib ketadi inshaalloh.